أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثالث وأجمعوا على أن المساقات تجوز بكل ما اتفق عليه من أجزاء الثمر أجزاء الثمر diyen personelan mançıdan biri ülüş mesela mançıdan biri ülüş yerime tötten biri üçten biri diyendek başında ülüşke bütse buludu dep ittifak yaptı alimler. فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل İmam Malik usulun hamısını bakışlı adam alıdı dep kutusumu caiz depti. Kema faala fil qiraat mudarabada faydalanmını küçük ağan adam alıdı makıldı o. Ve kad qila inne zalika minhatun la musaqa. Bu İmam Ebu Hanife'nin karşıdaki mudarabada bu qarz degandek ma'lum dışından bir vetken. Ve kad qila inne zalika minhatun la musaqa degani o'sha İmam Malikning mazhabidagi bir qarashgan. Yani bu bakal bir vetkenlik ihsan bu demakchi. وقيل لا يجوز بوم bir aziz qarashgan. Demak mashhur yoki mu'tamad qarashda jaiz debdi. Muqobil mashhurda ikki xil qarash kepti. Bunga birisida bekalik berib etgan ihsan desa birisida jaiz emas debdi. واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة. Unga qo'shimcha bir manfaatni chaplab, qo'shab shart qilsa jaiz bo'lmaydi deb ittifoq keldi. مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير. مثلا ما وصلنا يرمي بوسون qo'shimcha men ko'ybaslar degandek. Bu jaiz emas debdi. Çünkü bunda ahvolda chiqqan usul bak az bo'lib qolib, men ko'y degan pul shu jiqli pul bo'lib ketishi mumkin. Yani asosiy pul shu bo'lib qolishi mumkin. Yoki faqat usul yo'q, o'sha men ko'ylan bo'lishi mumkin mesela. ولا شيئا من الأشياء الخارجة على المساقات إلا الشيء اليسير عند مالك. Musaqatning sirtidan boshqa bir narsani ozgina o'simi qo'shib shart qilsa bo'lmaydi. Mesela saddul hidari, masalan, chitlaq yasash yoki tam to'sash degandek narsalarni va islohul zafira va ya mujtama'ul ma, suv yig'ilib turgan ko'lchaklar. Zafira debda asli bu zafira bo'lishi kerak. Dafira. Uyumu çaçağı, uyum çaçını çaçını tomlap pomlasak, çaçtan juglasak bir uyum buldu şuna ama dafira tılma desek bu suyunu jığıp turgan nima degan buldu. Bu dafira emas, dafira. Dadılan. Öyle buluş gerek. Ötken katımda mı dafira deb çıktı. Bu dafira. Bu ya mujtama'ul ma. Kölçeklerine yasaş degandek başında azgın naslına şartlısı buludu. Bu bir jıqnası olmagan eken depti. Şeyle yasirning misollari ekan bu. ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين أحدهما على جزء والآخر على جزء آخر. Bir to'xtamda ikki bog'ga to'xtamlashib, ma bog'dan chiqqan usulning yerimiga, ma bog'dan chiqqanning 3dan 1ga deb bunda to'xtamlasi bo'lmaydi dedi. To'xtam o'zi bir, lekin bog' ikki. Ma bog'ga yerimini deb, ma bog'ga 3dan 1ni yo 4dan 1ni ham bo'lsa bo'lmaydi dedi. Bir xil bo'lish kerak demoqchi İmam Malik. Hali boshqalarninkini bayon qilmadi. Maliki mazhabning ichiga kirib ketib bordi hozir. Boshqalar jaiz deyish mumkin, jaiz emas deyish mumkin. Maskutun anhu. Wahtajja bi fi'lihi sallallohu alayhi vasallam fi Khaybar. Demak İmam Malikning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha Khaybarda yahudiylar bilan shundan muomala qilgan chaqda mayaga boshqacha, oyogi boshqacha emas, shu biroqlan bir yezining hammani ala nisfi deb qilib o'tgan. Bir xil bo'lish kerak demoqchi. وذلك أنه ساق على حوائط مختلفة بجزء واحد. Bunun bayanı şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu Khaybar zeminde nurgun türlük bağla battı. Şunda olsun bir xil ölçemde yerimini de plan toxtamlaşkan. Ve fihi xilafun degene mush masalada İmam Malik bilan boshqalar boshqacha ko'z qarashli bo'lishi mumkin demoqchi. Ala juz'un vahid yani ala shatr, ala nisf dedi. Şunun bir qismi dedi. Chiqqan usulning ma'lum bir qismi dedi. Yerimi ya 3dan 1 ya 4dan 1 degandi. Usulning aslında yerimi cüz vahid oldu. Ala juz'un vahid. Vahid degene bir xil o'lchamdagi parcha demak. Hammasi mabag'dan chiqqanmi? Usulning yerimi
Abağdan çıqqanning usulning yeri. Mabağdan usulning yeriminde abağdan usulning 4'ten birini so'maydi. Yani cüzü vahid muvahhad yani. Amma mesela bir bağda var mı? Yerimede de lekin o bağın meyveleri hoşmaydan olsa olmasın hani. Ne türlü formu olsa. Her bir türünki yerimeden her bir türden ayrımsa kımmet azan isimleri var, azanları var bu mu? Ama sizden şu muvaffak ayrışı mümkün. Mesela manadan 10 çeyrek çıktı ise 5 çeyrek mayan var. Anadan 20 çeyrek ise 10 çeyrek mayan var. Yani ne yerimden buluşu mümkün. Aslında musakat numarlarda muşunda meselelerimi bahs kılındı. Lekin mafruat kitabı bulmadıyken şuna bazı bir meseleleri tohtluklam kitip vardı. وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل. Yani köpçülük alımlar bu şu etizli şeriatdan bilen bağ ilgisinin oturda meyvene yavusulun tasım kıygan çağda bu fakatlan kemçen bilen buludu dep qarı dedi. Köpçülük alımlar şuna qarab. Yani kemçen deymiz ya kemçen bilen kilo terazidan nokası buldu. Ve kederke fi şerike. Şerikçilik işlerde mi şunda keyliden buldu dedi. Ve enneha la tecuzu bil khars. Keyl vel veznin karşılıkda hazır köz mölçeri var. Mavi inir. Ava tahminen ölçügen nasıl. Köz mölçeri bilen caiz olmaydı fakat kemçen bilen yaki kilo bilen buludu depti. Ve ecaz kavmun kısmetaha bil khars. Bazı alimler onu köz mölçeri bilen tasmik kılası buldu dep qaradı. واختلف في ذلك أصحاب مالك. İmam Malik'in şagirdleri bu meselede ihtilaflaşıp kaldı. واختلفت الروايات عنه. İmam Malik'ten ki rivayetler okşaşmaz. فقيل يجوز وقيل لا يجوز من الثمار في الربوية. Caiz gelirken ribavi türge çırdıgan meyvelerde caiz emas gelirken. Ribavi degene İmam Malik'in belki al-ihtiyat, at-ta'am degandek açlık tava nesle degan meyveler usullar bo'lishi mumkin. Yani aşında birbirini almashtırgan çağda riba şekillendiğen, illet riba tepiladigan aşı nesler bulup qalsa caiz emas, başqasi bo'z caiz degan qarashim bor. İmam Malik'inki illet riban degan al-iddixar va al-ihtiyat. وقيل يجوز بإطلاق إذا اختلفت حاجة الشريكين. Caiz deb qaralgan bakin. İza ihtilafat hajatu şerikeyn. Şerikninki ihtiyacı o'xshash bo'lmasa degan gapmi shu? Avo ribaviy bo'lmanda, ribaviy bo'lmanda deb ayrishgan bir qarash. Mana ihtiyacı qarab ayribdi. Ihtiyaciga qarab ikkisini o'xshamasa caiz debdi bu. İza ihtilafat hajatu şerikeyn. Bunda bo'lishi mumkin. Bir sherik hozir daraxtning ustidan hozir shunda tuz bilan ko'pdan setitay degandek. Mana nima qilgan bo'lsa, biraylar yaqman uzib, uni qoldirmay nima qilib ishiltirmaydigan bo'lsa, biraylarning ash xarsga ehtiyoji bo'lib qoldi hozir. Endi bo'lib qolsa, o'chaqda hammani xars qiliblar, ma yerima sana tava degan ekan, endi u xarsga set oldi. Hozir xars qilish bilan kilolab jinglab qilishning ishi bu. Ikkining birisi. Davaniken xarsga ehtiyoji var bir shirik bo'lib qolsa, o'chaqda xars qilmas. Xarsga ehtiyoj bo'lmasa, kemchanlar uzgan, u kemchanlar uzib, yaga tushgandan keyin bo'ldi. Va hujjatul jumhur anna zalika yadkhuluhu al-fasad min jihati al-muzabana. Mana jumhurning qarashi joiz emas deganlar, xars qilib qolsak, muzabana shakllanib qilishi mumkin. Xudo daraxtning ustida sapaqda meva, uning qartag'achidan sening nasiba monchilakkanda mo'lchallab bilan, uning nasibasini so'tdiki, xomini bir bilan yo'l silitib, bunda qildi ahvol bor edi. Va yadkhuluhu bay'ur rutab bis-samar, yoki bit-tamr mana. Şu bay'ur rutab bit-tamr degan shu muzabana degan shu. Va bay'ut ta'ami bit-ta'ami nasi'atan. Ashliqni ashliqqa nasiy setishdan iborat bunda cheklangan bir ish kelib chiqadi dedi. Yani shaxtki narsani keyin uzib olishga, lekin biz gulli qo'mi berib hozirlam set olgan. Va hujjatu man ajaza qismataha bil kharsi, yani İmam Malikning mazhabidagi bir qarashning dalili tashbihuha bil ariya mana. Ariyaga odatda ruxsat qilgan, yani istisnoan ruxsat qilgan muomala bo'lgan ekan, ashariyaga o'xshamaydi debdi. Va bil kharsi fi zakat, yani zakat jiqqan chaqda ashuna ko'z mo'lchari bilan mo'lcharlash batda, undan keyin mushuni mo'lcharlasak bo'ldi debdi. Va fi da'fun, lekin bu aciz.
Karşıda demoqolmen keyin topshirgan chog'da o'lchamdan topshirganmi? O'lchamidan topshirdi. Lekin dastlabda nimasini bekitish uchun zakotning miqdorini bekitishda xaris qilib qo'yib ketadi. Masalan, hozir meva sarg'ay qilib chekilib yoki ta'msirib, g'ora bundan qilgandan kelib, yeydigan vaqt boshlanadigan chog'da kelib, qarab olsa 1 tonna ekan deb bekitib qo'ydim. 1 tonna guli chiqdi ekan, yoki o'rik chiqdi ekan deb bekitib qo'ygandan keyin ondan o'silni olib bo'lgandan keyin kelib 1 tonna deb bekitgan. Mesela bu 1 tonning zakatini beranda plan 100 kilo yoki 50 kilo binasini elib qo'ydi. O chog'da ondan yondan qiladi. 1 ton chiqqan bo'lsa, shu 1 tonna qo'yinchidan bahs bo'ladi. Shu 1 tonna bo'yicha bo'ladi, chunki bu xaris, bu ko'z o'lchar asosan bu to'g'ri chiqadi. Chunki tajribali odamlar shular qarablam, ma bog'dan 2 tonna uzum chiqadigansa, zaten 2 tonna ya 50 kilo ya 2 tonna 100 kilo bundan chiqadi. Bu tajribada pishib ketgan adam. Ama ona baklab qistab bundan o'qimaydi. 2 tonna chiqadigan bundan da o'qimaydi, azadirek hisoblaydigan bo'g'achqa. Asosan ancha-muncha uzib yap qo'ysam, yana to'g'ri chiqadigan holatda bo'ldi. Mevani bo'lish bo'lganda, setib pulni bo'lishmi? Mevani bo'lishdi. U setishgan boshqa gap bu. Ayrim bir ish setishimiz. Asli mevani bo'lishishmi? Mevani bo'lish setish qo'shimcha ish. Uni bozorga o'tkazish mumkin, boy to'lash mumkin, ambar pul to'lash mumkin, shek qilishlar. Shunga ash mevani shiriklish degachga ash uzulishnimi taqa kimga tavada biz talash qildik. Kim üzüp aldı degan. Ve aqwa ma atamadu alayhi fi zalika ma jaa min al-khars fi musaqat Khaybar min Mursal Sa'id ibn al-Musayyib ve Ata ibn Yasar. Musaqat meselesinde xars qilish kelgan rivoyatlar bor. Sa'id ibn al-Musayyib bilan Süleyman ibn Yasarning vaqaligida Mursal rivoyat kelgan. Shu Mursal asarlar shu musaqatda xars qilib ishtirok qilishga eng kuchli dalil bo'ladi. Yani bu asar, yani ma'surdan bo'lgan dalil. Mursal bo'lsa-mu, shunda Ata ibn Yasar degan Süleyman ibn Yasar. Ata ibn Yasar shu Süleyman ibn Yasarning bir tuqqani, qarindishi. Lekin biz rivoyat qilgan asar yuqorida Süleyman ibn Yasardan rivoyat qilgan. Xato. Ar-rukn ar-rabi'u wa amma ishtiratul waqt fil musaqat fa huwa sunfan. Şimdi musaqatda bir vaqt to'xtatish masalasi 2 turlik bo'ladi dedi. Vaqtun huwa mushtaratun fi javazil musaqa. Bir vaqt va bu musaqatninki jaiz bo'lishida shart dedi. Yana bir vaqt va vaqtun huwa shartun fi sihhatil aqd. Mushu to'xtamning to'g'ri bo'lishi uchun shart dedi. Va huwal muhaddidu li muddatiha. Al muhaddadu li muddatiha. Shu muddatini belgilagan yoki muddatini belgilab turadigan vaqt şu dedi. Femma vaqtul mushtaratu fi jawazi aqdiha. Endi bir bog' hozir meva berish oldida yoki daraxtlar bu qachon shu musaqat to'xtamini qaysi joiz bo'ldi? Qachonda o'tib ketib qolsa musaqat to'xtamini qaysi joiz bo'lmaydi degan masalaga kelsak, fa inna muttafaqu ala annaha tajuzu qabla budu'us salah. Budu'us salah degan yigidak bo'lash degan gap. As-salah yani salahaha lil akl. Yeyishga yaraydiganligi ma'lum bo'lish degan. Yani g'urusa olg'urildi, sarg'aydi, uzum chekildi degandek. Yeydigan bo'lishdan ilgari joiz degan ittifoq dedi. Masalan, daraxtlar bog'da. Buning g'urus paydo bo'ldi, uzib yesakmi, ta'm chegan holatda bo'lib qolsa, shundan ilgari, ta'm kirishdan ilgari musaqat to'xtam qilib shu bog'ni birisiga berib, men sug'rong Uğutlan, tutan, bunun usul oturumuzda tang bo'lsin desi buldu debdi. Vaqtalafu fi jawazi zalika ba'da buduvus salah. Yeydigan bo'lgandan keyin to'xtamlasa musaqat to'xtam joiz bo'lamdi desa, bunda ixtilof bor. Fadhahaba al-jumhur min al-qailin bil musaqat ala annahu la yajuz ba'da as-salah. Musaqatni joiz deganlar, ya'ni Abu Hanifa bilan Zufardan boshqalar. Nima? Bular yigidak bo'lgandan keyin musaqat to'xtam qilsa bo'lmaydi. Üzüp yegidek mevsua daraxtliq bog'lab qolsa, uningga musaqat qilsam bo'lmaydi. Endi ta'm chegandan keyin bo'lmaydi ekan. Va qala Suhnun min ashabi Malik la ba'sa bi zalik. Suhnun ashunda ahvoldimi musaqat to'xtam qilsa bo'ladi debdi. Va ixtalafa qawlu Shafi'i fi zalik. Imom Shafi'ninki so'zlari bu masalada ikki xil chiqib qoldi. Famarratan qala la yajuz. Ba'zida joiz emas debdi. Va marratan qala yajuz. Ya'ni yajuz degani mevasi paydo bo'lgandan keyin, g'urisi, g'urablari paydo bo'lgandan keyin qaysi bo'ldi degan qarash. Bu shu Imom Shafi'ninki
ikinci qarash ekan. Wa qad qila anhu innaha la tajuzu idha khuliqa thamar. Yani bir qarashda ya g'o'risi uchib bo'lgan bo'lsa, joiz emas debdi. Yani burunqi qarashning tam aksi. Lekin Shafiy mazhabda mush qarash al-azhar yoki jalliqra qarashmish. Oxirgisi. İmam Navaviy shuni al-azhar degan. Shu la tajuzu idha khuliqa thamar degan. Wa umdatul jumhur, endi ko'pchilik olimlar bu mevasi pishqi boshlagan nima joiz emas degan to'g'ri. Anna musaqat ma bada salahuhu min at-tamar laysa fihi amalun. O mevsamda sarg'ib yigidek bo'lgandan tortib musaqat qilsa, tuzuk qilgan ish qilmagan bo'ldi unda. Asosliq sug'urish, o'g'itlash va kaza putash degan gaplarimiz qilinib bo'lib, nurg'un ishtiga kichikgina ish qilgan vaqt bo'ldi. Laysa fi amalun va la daruratun da'iyatun ila musaqat. Musaqat qilishga muhtoj qilgan bir zaruratmi yo'q bunda. İz kana yecuz bay'uhu fi zalika al-vaqt. Chunki shu chaqda uzublam setvetkili bo'ldi. Yani bağın egisi üzüplan setvetsa, usulab bo'lgan, kirim qilib bo'lgan bo'ldi. Undan keyin boshqalarga musaqat to'xtam qilish hojatsiz demoqchi ekan. Qalu va innama hiya ijaratun in waqat. Endi ashunda ahvolda boshqalarga musaqatga berib qolsa desa, bu chaqda ijara bo'ldi. Yallab ishlatganda bir ish bo'ldi. Wa hujjatu man ajazaha annahu idza jazat qabl an yuhlaqa thamaru faya ba'da budu'us salahi ajwaz. Endi suhnun joiz degan to'g'ri. Meva chekilib bo'lgandan keyin musaqat to'xtami qilsa joiz deganda. Buning dalili bu meva paydo bo'lishdan ilgari, meva yaratilishdan ilgari, meva yo'qmiga ba'sa joiz bo'lgan bo'lsa, meva batirib bu albatta joiz bo'ldi deydi. Yana tirasin. Endi ya zarurat yo'q, ya hojat yo'q degan bilan bağ egisinin hacet bo'lishi mumkin. U mening hacetim bor, shuni ba'sam bo'lsa sen yo'q, uning hacet yo'q deb boshqa bir odam hacet yo'q deb turib olmaydi. Chunki u pishib, obdan meyvaqlab shu vaqtida setishni xohlagan bo'lishi mumkin. Ham bir odamni ishlatadi ekan buni. Yani bu undan keyin qilgan tuzuk ish yo'q degan gapi hozir menda fi nazar. Undan keyin ish bor. Yüzüş gerek, yani kaçılap, onu kılıp, bunu kılıp diye işini kılış mümkün. Yani onda aşkımız mı? Yani la etilde işlediğin bir işli buluş gerek. Yani bağının ilgisi yetişip olmayan bir işli buluş mümkün. ومن هنا لم تجوز عندهم مساقات البقول لأنها يجوز بيعها. ومن هنا مش جاتن هنا kulağının nazarda مش بقول pırçak. Ailelik yoki yabig'irlab o'stirgan ashunda naslning beg'ini musaqat verib to'xtamish joiz bo'lmaydi dedi. Nima uchun desa, chunki uni ashuna mevasi chupulashtirganini setvetkildi demoqchi. Yejuz bay'uha degani, yejuz bay'uha qabla budu'us salah. Odatga mevlni unda budu'us salahdan ilgari sotib demak bu jumhurning nazarida bu qo'llarda sotib olgandan keyin boshdalar uningda musaqat qilsa bo'lmaydi. Çünkü musaqat qilmaydan bağning egisi uni setib foydalana oladigan narsa demoqchi. Çünkü musaqatdan da la xilaful qiyas bunda bir anda qisilib qolgan bo'g'achqa ruxsat qilindi degandan keyin buni qisilib qilish yo'q, ehtiyoj yo'q demoqchi. Va ammal vaqtulladhi huwa shartun fi muddatil musaqa. Ama yuqorqisi musaqatni shu bog'dagi daraxtlarning ahvoliga qarab qachondan tortib joiz bo'ldi, qachongacha joiz bo'ldi, qachondan tortib joiz bo'lmaydi degan gap. Hamda ma'vo musaqatning muddatini belgilash, yani ta'jil, yani musaqatul muajjala, yani 1 yillik, 2 yillik deb to'xtamlash masalasi. Fa innal jumhura ala annahu la yajuzu an yakuna majhulan. Ko'pchilik olimlar majhul holatda bo'lsa joiz emas deb. Cho'qim 1 yillik, 2 yillik ya mushqatim qilmay pishqandan keyin tugaydi degan bir to'xtam vaqt belgilanishi lozim deb. Yani muddatan g'ayra muaqqata. Demek mudda g'ayr muaqqata bo'lib qolsa, belgilanmay qolsa joiz emasmi? Va ajaza toifatun an yakuna ila muddatin g'ayr muaqqatatin. Bir guruh olimlar vaqt belgilansa-mu joiz, mutlaq shunda to'xtamlashsa bo'ladi deb qarabdi. Minhum ahlul zohir. Zohiriylarmi shulardan debdi. Yani İmam Ahmad mo shunda deb qaraydi. Vaqt belgisi bo'ldi deb. Yoki mutlaq qo'yasimi bo'ldi dedi. Yani ya da vaqt belgilemay mutlaq qo'yas bo'ldi deydiganlar ahli zohir bilan İmam Ahmadga. Va umdatul jumhur ma yadkhulu fi zalika min al-gharari qiyasan ala al-ijara. Ko'pchilik olimlar unda vaqt belgilemasa joiz bo'lmaydi degan. Nima uchun esa? Chunki bu noma'lumlik bor.
ijarada bo'lmasdan muddat belgilansa noma'lumlik bo'g'achqa joiz bo'lmaydi. Musaqatmi muddat belgilansa noma'lum bo'lib qilib joiz bo'lmaydi deb ijaraga qiyos qildi. Ve amdata ahli zahir, zahirinin delili olsa, yani İmam Ahmed'in delili, ma vaqa fi mursal Malik'in min kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, uqirrukum ma aqarrakumullah. Sizlarni Allah tuğuzgan müddetçe tuğuzmaz. Deb Yahudilidan shunda to'xtamlashgan ashi rivoyat dedi. Buni Imom Malik mursal rivoyat qilgan. Lekin bu mursal bo'lgan bilan sayinda kelgani nuqirrukum ala zalika ma shi'na deb kelgan. Ikkisi o'xshash dalil bo'ladi. Ma sayindiki muttafaqun alayhi rivoyat. Yani bir tarafdan mudarabaga qiyos qilish mumkin. Qiyasan alal mudaraba. Demak, ma'lum dalili hali kuchli qildi. Muttafaqun alayhi nas darajalik hadis dalil bo'lgan. Nuqirrukum ala zalika ma shi'na nuqirrukum ma aqarrakumullah degandikan Allah Taala xalqin muddatcha deb anta uch qo'yib qo'ydi. Musaqatni Imom Malik aql lozim dedi. Boshqalar joiz dedi. Yani jumhur mush hadisga qarta nima javob beradi? Masalan, mushu asas muzaraning eng muhim dalili shugo. Mush dalilda Rasulullah shu Yahudilardan shunda to'xtamlashgan. Bu majhul. Bunun undaysa belki cevap yok. Zahir'in kuchli bo'ldi. Zahirlar İmam Ahmed'dan kuchli qolgan. Bu nimaga ijara qiyosmi? Chunki bu ijaralar o'xshamaydi bu. Ijara boshiga, musaqa boshiga. Wa kariha Malikun al-musaqata fima tala min as-sinin. Ana bu muddat belgilashga munosabatlik, yani 1 yillikmi yoki 10 yillikmi uzrab ketsa masalan 50 yil 30 yilda bir bag'na shunda musaqat to'xtam qilsa bo'lamdi bo'lsa Imom Malik uzrab ketsa makruh debdi. Ha ijaradimi uzun muddat ijara berishmasini makruh degan ahvol bordi-ku. Ba'zi 10 yil deb baxtda Imom Shafiy, ba'zi 5 yil. Bunda bo'lgandikan, bunda uzun muddatda balki zamonning ahvoli o'zgarishi mumkin. Bag'ning ahvoli sukildiga yoki sukelmaydigan bo'lib qolishi mumkin, yomg'ir yog'maydigan bo'lishi mumkin, qurg'oqlik ofat kelib qolishi mumkin. Deb shun bo'lmaydi yoki makruh deb Imom Malik. Wa inqida sinina fiha wa bil jazzi la bil ahilla. Bu bag'ning masalan manchi yil deb bo'lsa, bu bag'ningki 1 yili osmondagi oy bo'yicha kalendar bo'yicha 1 yil emas, bu bir qatim usul edish 1 yillik. Yani köpünçe dal-daraxtlarning mevsi yilda bir qatim bo'ldi. 2 qatim bir dog'larmi bordi? Bormi yo'qmi? Bor. Şu buğday şu bir qatim urgan chaqda bir bashaqib bir qatim shu bashaqlar buğday tushdi. Unda uzasizlar aqdi yani şu tipda yani bashaq chiqmaydi. Demak şu bir qatim daraganda bir qatim usul oldu. Mesela üzümmü yilda bir qatim üzüm chiqdi. Bir qatim üzümlab mukamikana chiqaydan keyin yani chiqdi shu. Mesela faravla var. Ya o acı bir katımlık olsa da acının birinci pişimi, ikinci pişimi, üçüncü pişimi diyen şu bir katım hesaplangan narsa. Kim ayrım çıkaramazsın? Ayrım çıkıyor şu bir mevsimge tava şu. Buğday bir ya şu teresimi bir terista bir katım usuldu. Mesela manda numara var mesela laza, faravla. Bu mesela lazını üzüp dosyana düşüp mesela betingan. Yana üstüne turşu mümkün. Bunu bıçak bir tane daha var. Onun bir kadın insanlar. Gülçay. Şu yılda bir kadın okulasın. Lekin, kivezge o'xshash, bir kadın bir tiyetkendan da çalık ağalarını yani teyip bunda qilishi mumkin. Yoki ağalarning birinchi pishimi, ikkinchi pishimi, uchinchi pishimi. Anjuga o'xshash. Demak, shu meni usulab bo'lgandan keyin 1 yil to'shqan bo'ldi ekan. وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد؟ لفظ شرط ما مسموع مشتقتم دارينا مساقات ديان أش سوزنا ياك معاملة ديان أهل المدينة تلد معاملة دبتايتقو يا معاملة يا مساقات أش سوزنا إشلتب توختم قيسا عند مساقات ولمدو ياك باشقا سوزنا إشلتسمو مساقات توختامو وجد قسخمدو ديان مسل كاسك فاختلفوا في ذلك بوندمو اختلاف بلق قلدي مثلا nikahımı dedik o. Mesela enkahtuke, lisayake, vahabtuke, zavvajtuke, a'taytuke binti diyendek bunda sözünü işlesin nikah buldu bulmaydı dedin muhattı. Şunu okşaş. فذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها ألا تنعقد إلا بلفظ المساقات. ابن القاسم musaqat degan so'z bilan bo'lish kerak. Musaqat degan so'zni ishlatmasa musaqat bo'lmaydi.
وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة مثلا. Dolayısıyla muş beğimne icare verdim, usulünün yerini silge dese bu maydı. Çünkü icare diyen aklı lazım. Ve bihi kâle Şafii. İmam Şafii mu? Meşhur İbnül Kasım'ın karışı bu işi yaptı. Ve kâle gayruhum ten'akidu bilafzal icareti. İcare sözünü işletip toxtamlası mı musakat bulavurdu. Ve o kıyas kavlu Sahnun. Bu Sahnun'unki sözünün kıyası taqazza kılgan qaraşmış şu. Bu İmam Ebu Hanife'nin yok. Nikahda mesela başka sözlerle mi buldu da qaraydigan var. Lekin o musakat sözünü işletmesi mi caiz buluş gerek. Yani icare sözde bulması mı? Lekin onun başka. Begin nesilgi baden kerekli iş nesili kısla mevcut yerimde buluşlar ise musakat diyen söz üzü bulması mı? Yani Uygurca suğuruş diyendeken bundan sonra işletmesi mi? Yani musakat kesin bular. Ama ne için musakatta bataldı? Suğuruş işi aslında Medine'de naati cepalat iş boğaçka. En mühim yani. 80% egerleydiğin bir iş boğaçka aşı söz bilen atılıp ketken. O Ahl-i Medine'ninki muamelat deyişi, musakat deyişidirler. Onun durustluğu çıkar. Durustluğu çıkar da elbette. Kaç muamele mı musakat diye bile okşaş buluş gerekmiş. Çünkü muamele de atayıttı Medine'likle. Ve kâle gayruhum ten'akidu bilafzal icareti ve huve kıyas kavlu Sahnun. El-kavlu fi ahkâmis sahha. Hem de musakat doğru boğanlığın ki hükmü nime diyen mesele. Vel-musaqatu 'inde Malik'in minel uqudil lazime. İmam Malik'in nazarında musakat yeni bağlanmaydigan toxtamlardan hesaplandı dedi. Bu icare kıyas kılalı. İcare akd lazımdı, bu akd lazım. Ondan bunu yeni olup kalsa mesela işlep andi meyvallah turşu kaçı yeni varsa işlerden zentat kızdı. Eğer yeni olup kalsa başını akd lazım, akd caiz de kararlı başını. Yeni varsa bulardı. Çünkü bu bir reşim var mıydı? Yok, onunla ücretilmesi vardı. Yani şu adamın ayda aldığın, bir ay işken olsa bir ayda aldığın iş hakkını verdi. Lekin usulunun tutuşkanlığı yerimini onun vermedi. Lekin bu şu işliğe adamı cumhurun karşıda. İşliğe adamı da işlep gitti vassam yerin yolda kaççıda şu tutup kalsa ben ziyan tasik etme digenimi köz tutup durup şunu aldıdı koyup durup toxtamlaş adam. Toxtamlaşkan çağda şu nimesi bak. Sonra ya mançıdan bir digen gibi kelişidi. Ücretil misli olup kalsa eğer yerin yolda yeni olup kalsa ücretil mislini alkenme. Yani maziyen emas dep ondan kabul kılıp dese. Bu kabul kılmasa bizden şey. Caiz olsa mı iş başlaştırılır yani oğlanla iş başlatmadan yeni nasıl olmaz mı? Kim o yeni oldu? Cumhurbaşkanımız. Nam yadaptan da el-musaqat 'inde Malik'in minel uqudil lazimati bil lafz. Mana şu toxtamlaşkandikilan yanğıllanmaydan bo'lib ketadi. La bil amali. İş tushgandan keyin emas, şu toxtamlaşkandikilan lazım bo'lib ketadi ijaraga o'xshaydi. Bi xilafil qiradi. Belki cumhurlar iş tushgandan keyin yanğıllanmaydi deyishi mumkin. Bil amal. Lazım bil amal deyishi mumkin. Bi xilafil qiradi indahu. Lekin mudaribini bu bil amali lazım degan bo'lishi mumkin. Mudaribini. Musaqatda to'xtam bilan lazım bo'lib ketadi debdi. Allazi yan'aqidu bil amali la bil lafz. Yani mudariba onun nazarda chiqqandikilam lazım bo'lib ketadi. To'xtam bilan emas debdi. Ve bu ande Malik'in aqdun mavruth. Yani tahi İmam Malik'in nazarda bu musaqat degan miras qoldigan to'xtam. To'xtamlashqada bo'lib ketib qolsa, uning miras xorlari ega bo'ldi ekan. ولورثة المساقي أيأتوا بأمين. المساقي degan o'sha al-amil, baqi ishlaydigan odam, o'sha dehqon o'lib ketgandan keyin uning mirasxo'rlari ishonchli bir odamni uning o'rnida tiklashi lozim. Ya'malu illam yakunu umana. O'zlari ishonchli bo'lmasa, boshqa bir ishonchli odamni shu bog'ning egasi rozi bo'lib, ma'qul deydigan odamni bizni tepib berish lozim. Bo'lmasa o'zidan birasi amin bo'lib qolsa, ishlasi bo'ldi. وعليه العمل إن أبى الورثة من تركته. وعليه العمل قاش شينج قدام işleş gerek dedi. Eğer mirasxo'rlar işleşki unumay qalsa, qaldırıp qo'ygan mirasdan chiqim qilib ishlab qo'yishi gadinda deganimda. Mesela mirasxo'rlar bor ekan. Mirasxo'rlari yo'q biz ishlamaymiz unga degan ahvolda shu qoldirib ketgan mirasdan sarf qilib shu ishni qilib qo'yish kerak ekan. Ya'ni ijaraga kirib yetmay yo'llab, ashuni qilib qo'yish lozim demoqchi. Shunday tushundim.
وقال الشافعي إذا لم يكن له تركة سلم إلى الورثة رب المال أجرة ما عمل وفسد العقد. Hech qanday miras qoldirmabdi. Miras qoldirgan bo'lsa, mirasxo'rlar ishlasa ishladi. Mirasxo'rlar ishlamasa, yo'q, adam bizni yallab aklab, va ishni oyoqqa chiqarang deyganmiz. Imom Shafiy debdi, uning mirosi yo'q adam bilan hech narsa qoldirmay o'lib ketgan bo'lsa, bag'ning egisi aş mirasxo'rlarga aş adam hayot vaqtida ishlagan miqdorninki shaqqini beradi. Shundan u musaqat to'xtami bekor bo'lib ketadi debdi. Yo'qsa 2 oy ishlagan bo'lsa, 2 oy ishlab o'lib ketgan bo'lsa, bag'ning egisi shu mirasxo'rlarga 2 oy ishlaganning shaqqini berib, shuni jo'shtiradi. Va in kan lahu tarikatun lazimatul musaqa. Uning qoldirib ketgan mol bo'lib qolsa, miros bo'lib qolsa, shu mirosidan chiqim qilib adam yallab ishlab qo'ydi ekan. Musaqani oxiri qadar chiqardi ekan. Va qala Shafi'i tanfasikhu al-musaqatu bil ajz va lam yufassal. Hamda birisi ishlab kelib ishlanmaydigan bo'lib qoldi, yo og'rib qoldi, yoki boshqa bir safar qilish kerak bo'lib qoldi, masalan. Men ishni davomlashtirolmayman degan ahvolda musaqat to'xtami buzilib ketdi debdi. Lekin tafsili bayon qildi. Ya manda bir taraf qilamiz, unda bunda demay, musaqat to'xtami bekor bo'lib ketdi, buzilib ketdi debdi. وقال مالك إذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره وواجب عليه أن يستأجر من يعمل وإن يكن له شيء استؤجر من حظه من الثمر. İmam Malik debdi, bir adam işlenmeydigan bo'lib qoldi. Ishlab o'tib boqqa, ishlanmaydigan bo'lib qolsa, vaqad halla bay'us samar. Mevini sotilgan vaqt kelib qolgan chaqkan shu. Xilli bir joyga opiribdi. Mev pishib sotilgan vaqt kelgan bo'lsa, lam yakun lahu ay yusaqi ghayra. Uni amaldan qoldirib o'tib, uni bilan to'xtam buzib o'tib, boshqa birisini aklab musaqqat to'xtam qilsa bo'lmaydi debdi. Va vajaba alayhi an yastajira man ya'mal. O ishlaydigan odamdan bir odamni ijaraga olib, yallab turib ishlatkizishi lozim. Va in yakun lahu shay'un istujira min haddihi min as-samar. Amda shu ishlagan odamning masalan nesisi manchilik deb shu odamda bu meva asosan pishib bo'lib uzishga yaqinlashgan vaqtda shu odam masalan shuning pishgan nesisi ayrildi shu. Masalan manchilik qismi sizning degan nima hozir muayyanlashib bo'ldi. Mesela 1 tonna üzüm şuna tegadigan bo'lsa, qanday qildi ekan? Istujira min haddihi min as-samar. Aşı mevdan bo'lgan 1 tonna mevasini berib, shuning bir qismini berishga boshqani yallasi bo'ldi demek. 1 tonna elishim bormi bag'dan. Lekin hozir ishlaymaydigan bo'lib qoldim. Sizlar ishlab oyoqqa chiqarib o'tinglarmi? 1 tonnadan mamshiki beray deb muayyan miqdorda adam yallasi bo'ldi ekan. Şu bakı işli adam şu icariga verishi lazım. Çünkü bu ishni oyoqqa chiqarish şu adamga lazımdır. Ama o yanamman ekan, o'zi ishlanmagan ekan, o'zining o'rnida bu odamni akliblam yallab ishlatib oyoqqa chiqardi ekan. Yoki o'zining shu nasibasidan bir qismini berishga tutsin bo'ldi demakchi. Men haddihi min at-tamar. Mevida oldigan o'zining nasibasidan berib ijaraga olib bo'ldi ekan. İşli adamdan. Hozir ishli adam o'zi ishlanmasa qolganiga o'zining o'rnida bir odamni paydo qildi gashak. Yallab ishlatdi ekan. Ijaraga qilinmasa nesibisidan. Nesibisidan nima qildi ekan? Wa idha kana al-'amilu lissan aw zaliman lam yanfasikh al-'aqdu bidhalika 'inda Malik. Endi boqi ishlagan dehqon ba'zi o'g'ri chiqib qolsa yoki zolim chiqib qolsa, bag'ning egisini bo'ziga tutgan, zulm soldiganmiz. Nima bo'lib qolsa, İmam Malik nazarda bu ahvol bilan musaqat to'xtam buzib ketmaydi. Va hukiya an Shafi'i annahu qala. İmam Shafi'dan bunda deganligi rivoyat qilinibdi. Yalzamuhu an yuqima ghayrahu lil amal. Uningdan boshqani o'rniga dasib qo'yishi kerak bo'ldi debdi. Unda o'g'ri o'zining boshqa odamni aklab dasitmaydi uni. Ama Rabbul Mal demoqchiman, Rabbul Haidni. Sen tumay onun orasını to'g'dirib qo'y. Sen o'g'ri ekansa bo'lmaydi ekansa, o'rniga bir odam to'g'izgan bo'lmasmani buzutman desa, o'rniga bir odamni to'g'izib qo'ysa bo'ladi o'sha. Bu daraqadan. Chunki o'g'ri bo'lib qolsa, bu chiqadigan foydani mana yeb ketishi mumkin. Asa chiqib setib, ya bangi bo'lib qolsa masalan. Lekin bag'ning dehqonlarning o'g'risi bo'lgan. Baq chirputun anani o'g'lab chiqtirgan. Shu ana pishgan chaqda bag' egilar shu anani qashlaydi. Kechadi. Shunami? Hatto qo'ynimi o'g'lab chiqtirdi.
to'g'ach pishgan chog'da to'g'achni o'g'lab chiqadiganlar bor baqchir. وقال الشافعي إذا هرب العامل قبل تمام العمل ishga kirib baqqa ishlagan dehqon qishib ketibdi. Ba'zi o'sha qurilishda, ba'zi ishda yallab ishlatgan ishlamchilar qishib ketdi ahvoli bor. Çünkü bo'lib ish haqini oxirida bo'g'ib beramiz deb qattiq ishlatib ishga kelib u burunqa ishlab bo'lgan kunlarni ish haqini erishishga ololmagan ekan, shu mayli deb qishib ketdi. Bağının işini tamamlaştı. Musaqatının işini tamamlaştı ilgiri şu baq işleyen dehqon qaçıp ketib qolsa, istajaral qadi alayhi man ya'malu amalahu. Qazi bir adamni yollab ishlatgan uning o'rnida. Asli bu yerda buzib ketish kerak bu to'xtam. Ha? Qaçqan ekan buzib ketish kerak. Bu qaçib ketsa u bir tarafı bo'lmasa qanda musaqat bo'ldi. Lekin Imom Shafiy qazi bir adamni tayinlab nima qildi debdi. Ashuna ishini qildi ekan. ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف القراض. İmam Malik nazarda yuqorida mudaribada birisini zakatini berib qo'ysa bo'lmaydi degan. Ma'noda zakatini berib qo'ysa bo'ldi debdi. Biraylarga kelgan zakatni biraylarga berib qo'ysa bo'ldi ekan. Ya'ni shart qo'ysada, mening zakatimni sen berib qo'ysa, desa berib qo'ysa bo'ldi deydi. Wa nisabuhuma indahu nisabur rajul wahid. Bu ishkaylarninki zakat kirish o'lchimi, mesela İmam Malik nazarida masalan 5 vasak deb qalsak, 5 avsuq desak, ishkaylarning oldigan usuli 5 vasak bo'lsa ham zakat kilgan. Her bir adamning oldigan 5 vasak bo'lmaydi. Lekin shirikchilikda bo'lsa, her bir adamning qo'ldagi iqtisod shu o'lchamga yetish kerak. Ashruna mafqal degandek-a. Mana shirikchilik masalasida shiriklarning o'ttirdagi zakat o'lchimida degan gapining ta'turga bu yerda bularning nisobi bir kishining nisobi bo'yicha hisoblanadi. Ikkisining nisobini bir kishining nisobi hisobida buni mo'ljallaymiz debdi. Va idza ikhtalafa rabbul mali wal amilu fi miqdar ma waqa'at alayhi al musaqat min ath-thamar qanchalikdan tutishgan to'q har biridan qanchalikdan usul erishdik to'xtamda deb ixtiloflashib qoldi. Yo'q, yarimidan tutishgan. Yana biraylar yo'q, 3dan biri sana 3dan 2 manatda deb qolgan ahvolda faqala Malik al-qawl qawl al-amili ma'a yaminihi idza ata bima yushbih. Ata bima yushbih degan shu jamiyatda, shu yezida, shunda bo'lib kelayotgan o'lcham, shunga yaqinroq bir narsa deb qolsa, baqqa ishlagan dehqonning so'zi shu hisob. Lekin qasam ishadi dedi. Qasam issa shunga gap hisobdi. Wa qala ash-Shafi'i yatahalafan wa yatafasakhan. Ikki qasam ichish bilan biz o'timiz. Albatta biraylar qasam ichalsa, biraylar qasam ichamasa, qasam ichganning hisob. Lekin ishkiliz qasam ichib tursa, bizni tarjih qilib chiqqanda bir narsa bo'lmagan ekan, hammalarimiz yo'lga kesib dedi ekanmiz. Albatta bunda ahvolda ma'lum muddat ishlab bo'lgan bo'lsa, ishlagan muddatga ujratli misl bo'ldi, shaqqaldi. Wa takunu lil-amili al-ujratu mana ishlagan muddatga baqqa ishlagan kishi shaqqaldi. Shabbahahu bil bay'. Buni savdoga o'xshatibdi. Xuddi savdodami manch pulni satqandan desa, unch pulga deyishgan to'xtab qolsa, yatahalafan va yatafasaqan deganga o'xshash. Wa awjaba Malikun al-yamina fi haqq al-amili li'annahu mu'tamanun. Imom Malik shu baqishlaydigan dehqon qasam ichidi, qasam shunga keladi debdi. Amaliyotda qoida bo'yicha qanday el-bayinatu alal mudda'i vel yeminu ala man ankar. İnkar qiltirgan, tanıgan adamga qasam kildi. Ma'u xuddamda amil ishadi mudda'iga o'xshash, lekin qoidaga xilof holatda buni qasamga buyurdi demoqchiman. Nima uchunsa? Chunki amonat saqlaydigan odam. Wa min asli anna al-yamina tajibu ala aqwal mutada'iyayn shubhatan. İmam Malikning nazarida aslida qasam degan kim keldi? Gumonliq taraf inkar qilib turadigan yo'q. Tinib turgandek bir ahvolda bo'lgan odamga keldi bu. Endi bu yerda o tinib turadigan odam emas, chunki amonat topshirilgan. Ya'ni biz gumonliq deb qaramaymiz. Endi bu yerda balki Imom Malik shu baqqa ishlagan kishi munkir deb qaragan bo'lishi mumkin. Al-yaminu ala man ankar degan ekan, shu baqqa ishlagan odam hozir inkar qilib turoldi. Baqning egisi 3dan 1ni berishga tushgansa, yo'q, undan emas deb turgandek. Lekin bu yerda ishkili taraf bir narsani da'vo qildi, yana ishkili taraf bir narsani inkor qilib turgan desak shudir.
Yani mesela bakta işligi adam jiqraqni mening nisbamti deydi. Azraq deganni inkor qiladi. Baq egisi-mi aksicha o'xshash. Ve furu hadal bab kathiratun. Mushu babning tarmoqlari ko'p. Lakin allati ishtahara al-khilaf fiha bayna al-fuqaha'i hiya hadhihi allati dhakarnaha. Lekin fuqaha o'tirda mashhur bo'lib kelgan talash-tortishlar biz tilga olib o'tganlar shu edi. Na qisqacha to'xtalib o'tdim. Ahkamul musaqatil fasida. Hamda musaqat biroz shartlari yo'qolib qolib, fasid bo'lib buzib ketib qoldi. Buning hukmini nima desak, واتفقوا على أن المساقات إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل. Şeriat jaiz deb qaragan shaklda bo'lmay, boshqacha bo'lib qolsa, bu chog'da buzutimiz edi. Ma'lum tafut bil amal degan, unda nurg'un ishlarni qilib ketmagan bo'lsa, ma'lum bir ya qadar berib bo'ldi emas. Jiq ishladi, bo'ldi, chapdi, putdi, o'g'illadi, uni qilib bo'lgan bo'lsa, ya'ni xuddi bir cho'zlashgan narsa masalan biz yeb ichayotgandek, ma'lum bir narsani iste'mol qilib bo'lgandek bir ahvol bor edi. Ya'ni shariat jaiz emas deb qaragan ahvollar qaysi musaqatdan bunda o'zi bo'lmaydi deydi. Muayyan bir yan belgilash, muayyan bir ulushni belgilab uning ustiga manchi ming ko'yni katkirisiz deyish, muayyan bir narsani belgilab yana boshqa bir narsani shart qilish, ma musaqat qilma yoki o'zingizni jari ko'rasiz degandek masala. Jiq turlari bormi? Ma'lum tafut bil amal degan jiq bir ishni qilmagan bo'lsa deydi. Vaqtalafu idza fatat bil amal. İşlab yo bu, yani bulunmadan bo'lib ketib qolsa, mada yajibu fiha? Qanday qilish kerak? Faqila innaha turaddu ila ijaratil mithli fi kulli naw'in min anwa'il fasad. Bu bir qarash ekan. İmam Malikning mazhabiga qarashda qanday turli buzilish kirib chiqsa, shu musaqat to'xtamida bu ujratul misl, ijaratul misliga qaytirmaymiz debdi. Yani işlemçiga şu işlemçi shunchalik muddat ishlasa nech pul olgan bo'lsa, shuning pulisini beramiz. Qolgan nursini hammasi bog' shunda ham bog'ning egizga qoladi deydi. Va huwa qiyas qawli Shafi'i. İmam Shafi'ning so'zininki qiyas ekan. Yani so'z boshqa bir nimada bir narsagan bo'lsa, ma masalada qiyas qilsak, shundaroq kelib chiqadi demoqchi. Va qiyas ihda rivoyatayn an Malik. İmam Malikning kelgan bir rivoyatining qiyas taqozosi shu deydi. Yani İmam Ahmed mi şunda qaraydi. Ücretil misliga qaytirmaymiz demoqchi. Wa qila inna turadu ila musaqatil misli bi itlaq. Yani bir qarashda qanda turli buzilish bo'lib qolsa, musaqatil misli qaytirmaymiz. Masalan, shunda bog'larni odatda qanchalik usulga musaqat berdi, manchilik desa, undagina musaqatil misliga. Amaliyotda bu pishgan chaqda yerim usulida pishibdi. Lekin shu jutda shunda bag'ilni qanchalik birdi ekan? 4dan 1ga birdi ekan emas. Dog'inga qancha 4dan 1ga qaytirib qo'yamiz. Yoki aksicha. Huwa qawl ibn al-Majishun wa riwayatihi an Malik wa riwayatuhu an Malik. Bu ibn al-Majishunning qarashi buni Imom Malik bir rivoyatda rivoyat qilgan. Wa amma ibn al-Qasim faqala fi ba'daha. Endi ibn al-Qasim İmam Malik'in şagirdlerinden bazı rivayetlerde, bazı sözlerde turaddu ila musaqati misliha. Musaqatil mislige qaytirmayız debdi. Ve fi ba'daha ila ijaratil misl. Gaydunda gaydunda debdi. Ve ihtalafat ta'wilu anhu fi zalik. Endi İbn Qasim bunda ishqil gap qilgan ekan, buni izohlashda, tushuntirishda Maliki mazhabdagi olimlarning so'zlari o'xshash chiqmadi dedi. Har xil tushuntirib baqdi. فقيل في مذهبه إنها ترد إلى إجارة المثل إلا في 4 مسائل. Bazıları da 4 meseleden başka meselede icaret المثل deb qaraydi. Va 4 meselede andın musaqat المثل demekçi deb tushuntiribdi. 4 meselede fe innaha turaddu ila musaqat مثلها. Bu 4 meselenin birincisi ihdaha al-musaqatu fi ha'itin fi tamrun qad at'ama. Bir bog'da xo'ma daraxti bor ekan. Bu xo'ma daraxti meyve berishga boshlabdi. At'ama degan meyve berdi demakchi. Ya'ni asmara yoki mevasi tushdi deydi. Demas, g'o'risi paydo bo'ldi degan. Shunda mevasi paydo bo'lgan bir bog'da musaqat qilgan bo'lsa, u chaqda musaqatul misliga birmiz. Çünkü bu bir xilamda fasd bo'lib ketdi demakchi.
والثانية إذا اشترط المساقي على رب المال أن يعمل معه. İkincisi bakışlaydigan dehqon ya bağının egisimiz sizin bilan ishlab berili manga deb shart qilib tursa, bu fasid bo'lib ketdi. Fasid bo'lgandan keyin biz musaqatul misliga qaytarmaymiz debdi. والثالثة المساقات مع البيع في صفقة واحدة. Musaqat to'xtamni qildi. Lekin shu bilan birga yana bir narsa so'dilishib. Musaqat qilay ma kallarni ma'satib birlar degandek. Musaqat qilma ma bir ig'iz o'yini ma'satib birlar degandek. Ikki narsani bir to'xtamda qilgan bo'lsa, bu fasid bo'lib ketdi. Chunki bu ishtiroat manfaat zaida degandek bir narsa bo'lib qoldi. Fasid bo'lgandan keyin buzutimiz, undan keyin buni musaqatul misliga qaytaramiz debdi. والرابعة إذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف. Bir bağını o'zini birinchi yili deydi masalan 3dan 1ni olma, ikkinchi yili unda yarmini olma deb bunda tutishgan bo'lsa, buni undimi musaqatul misli qaytaramiz debdi. Bu hamda Ibn Qasimning qarashi nimada iborat degan tahlil qilib o'tirib qo'ygan qarashlarning birisi. Ikkinchi qarashda وقيل إن الأصل عنده في ذلك أن المساقات إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة. İkinci qarash İmam İbn Qasimning nazarida bu musaqat ijara fasida bo'lib qolganlik jihatdan buzib ketgan bo'lsa yoki aw min bay'i samari min qabl an yabdu salahuhu mevasini chekishdan burun ta'mshirishdan ilgari setilish jihatdan buzib ketgan bo'lsa, masalan men ishlay lekin meva chekilib shundan qilgandan keyin men nisyonimni setayman. Aşağı ma'qul desa ishlayman degandek bunda bo'lib qolsa fasid bo'lib ketadi. Menda bir ahvollar bo'lib qolsa, va dalika mimma yashtarituhu ahaduma ala sahibi mana. Birisi, yana birisiga unda shart qilib turasa. Men nisyonimni bunda burun setayman degandek. Min ziyadatin shunda qo'shimcha bir ziyadini shart qilib turib oldi. Musaqat to'xtamba, lekin qo'shimcha unda bir shart bor. Bunda ahvolda ujratul misliga qaytaramiz demakchi Ibn Qasim deydi. Mesela مثل يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم. Mesela yerimden öyle şeyle usulne. Lekin bana yana 100 koy pul birlar diyende. وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت إجارة فاسدة. Bağının ikisi usulne tanalımız üstüden 1000 koy icara birma degan bo'lsa, bu ijara fasida bo'lib ketdi. Çünkü bunda ijara namalum bo'ldi degan. Shunami? مداربة ديجندك وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق. Hamda bakış adam usuluna yermini silahı yermini man alay yani men sizga 1000 koy üstüden biray desa bu teqa türelmegen mevini setishda iborat bo'lib qoldi debdi. Wa amma fasaduhu min qibal al-gharar hamda namalumlik jihat namalumlik ig'irlashib ketsa bo'lmaydi dediqmiz. Namalumlik jihatdan musaqat to'xtami buzilib ketib qolsa, masalan, misal musaqat ala hawaita mukhtalifatin, masalan 5-6 xil bag'ni bir aqlangan. Bir odamning 5 bag'i bor ekan, 5 bag' bir aqlan bir to'xtam. 5 bag'ga men ishlay, chiqqan usulning yerimini olay deymiz. Bunda ahvolda namalumlik bor edi. Undan keyin fasid bo'lib ketdi. Fasid bo'lgan ekan, qanaqa qilamiz? Musaqatul misliga qaytaramiz. Musaqatul misli qandati maninki usulning yerimi desak shu musaqatul misli odatda jamiyat bo'lib turadi. Ya'ni maninki 4dan 1ga desak munosib. Ya'ni maninki 3dan 1ga munosib deb har birini o'zining nimasi qaytaramiz. Va hada kulluhu istihsanun jarin ala g'ayri qiyas. Mush gapning hammasi ujratul misl, musaqatul misl deganning hammasi bu bir xil qiyosda retimliq ma'noy bu. Gaye musaqatul misl bunda desak yaxshi ekan. Bunda ikki tarafning manfaati qo'dilib qoldi ekan, bir tarafning manfaati qo'dilib qoldi ekan deb, ma'ni yaxshiroq deb qaraganlikdan bo'lgan ahvollar edi. Hammasi bir xil kelmay, ba'zi musaqatul mislda, ba'zi ujratul mislda turibdi. Bundan nusus bo'lmagan ekan, hadis asar bo'lmagan ekan, shunda talash ta'sir bo'ldi. Va fil mas'alati qawlun rabi'. Mush masalada yani 4-chi qarashim bor edi. Va huwa annahu yuraddu ila musaqat mithlihi ma lam yakun akthara min al-juz' alladhi sharata alayhi in kana al-musaqi. Masalan, musaqi degan shu baqishlaydigan kishi. Baqishlaydigan kishining ammoqchi bo'lgan nasibasi masalan yerimi desak, ondan musaqati mislihi bundan oz ekan masalan. Sulus ekan desak,
Bunda ahvolda musaqqatimiz oz chiqadigan ahvolda qaytiramiz deydi. Az tarafga tortganmiz. Aw aqalla imkani shartul musaqi. Musaqqatul misl qaytiramiz deydi. Qachon? Ma lam yakun musaqqatul misl akthar. Ya'ni musaqqatul mislga nasibse o'zi shartlashgan nasibidan ko'p bo'lmay, tang bo'lib qolsa yoki oz bo'lib qolsa, shunama musaqqatul misl qaytiramiz. Lekin ko'p bo'lib qolsa qaytirmaymiz. Bu sayga ishning nasibse shuni qaraydiganmiz. Musaqqatul mislda ko'pmi, ozmi yo tangmi? Musaqqatul mislda tang yoki oz bo'lib qolsa, musaqqatul misl qaytiradi. Ko'p bo'lib qolsa qaytirmaydi ekanmiz, shunama ujratul misl qaytiradi. Musaqqatul misl qaytmasa, ujratul misl qaytadi. Ma'lum yakun aktara degani oz bo'lsa degan gapda. Ha shu oz bo'lsa yo tang bo'lsa degan bo'ldi shu. Ya oz bo'lsa yo tang bo'lsa. Omil zarda qolmasi uchunmi? Shu 3 dan 2 deyishgan bo'lsa, ondan musaqqatul misl qarasak, u 3 dan 1, ha, yoki yarım. Bunda bo'lsa, biz musaqqatul misl qaytiramiz deydi. Shuni qaytirganmiz. Mana va annahu yuraddu ila musaqqati mislihi ma lam yakun akthara min al-juz' alladhi sharata alayh. Juz' alladhi sharata alayh degan as-sulusayn masalan, ha? Shu. Musaqqatul misliga qaytursak, to'xtamlashgan nasibiga qaraganda azroq oladi. In kana al-musaqi aw aqall in kana shartu lil-musaqi. Musaqidan birisi Rabbul haid bo'lish kerak. Bir xatolik bor. İmkan şartı anında. İkisi imkan şartı musaqi deb. Birisida imkan şartı Rabbil haid bo'lish kerak. Ma lam yakun aqalla imkan şartı li Rabbil haid desek Alloh shayton. Ma'vo'ning ta'tir bo'lish kerak esa. Ana musaqi bo'lsa, ma'noda Rabbul mal. Hozir biz ikki tarafdan shartni qaraymiz. Ana amilning shartni qarab demoqchi bo'lsak, amilning shartidan tang ya to'g'ri qilib qolsam musaqqatimiz qaytirganmiz. Hamda Rabbul malning shartlashganini qarab boqaylik. Bu 3 dan 1 etdi. Shunama 3 dan 1 bo'lsa, musaqqatimiz 3 dan 1dan tuvan bo'lmasa-ham jiq o'smaydi ekan. Ijozat qaytirganmiz. To'g'ri shunday ekan. Va hada kafin bihasabi gharadina. Mushu musaqqatda bahs qilishga munosiblik masalalarni biz bahs qilib o'tdik. Yetarlik. Mush kitobda biz mashhur masalalarni yoki mantiqqa munosiblik masalalarni birordan o'rnak qilib tanlab bahs qilishni manhaj qilgan. Şu maqsadimizga mush yetarlik dedi. Allohu a'lamu bis-savab. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.